Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar? Bugun haqiqiy uy sharoitida uyda Windows 7 o'rnatishni o'rganamiz. Ishxonada videolar qo'yib borardik, tayyorlab. Bugun uyda jiyanimni kompyuterni Windows qilmoqchiman. Va shu orqali sizlarga ham birato'la o'rgatib o'taman. Demak, bizga kerak bo'ladi 3 tali Windows fleshkamiz bor. Bu yerda Windows 7, Windows 8, Windows 10. Hop, bu yerda bo'lsa install programmalarimiz bor. Office, Driver, hamma kerakli programmalar bor. Bizga yordamchi Ubayda qori. Salom deng. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hop, demak boshlaymiz. Fleshkani ulab olamiz va kompyuterimizni yoqamiz. SP noduklarimizni bilasizlar, F9 bilan boot menyuga kiriladi. Boot menyuga kirganingizda bu yerda ochiladi. Hop, mana fleshkamiz ulangan. Mana USB hard deyapti. UEFI rejimda. USB HDD, USB hard anaqada. Legacy'da. Biz Legacy UEFI'da загрузка qilmaymiz. Windows 7 o'rnatmoqchi bo'lsangiz, USB hard drive'ga bosasiz. Demak, bu yerda chiqyapti. XP ham bor buning ichida. XP'da загрузка qilmaymiz. Biz operativkamiz, operativniy pametimiz 4 GB bo'lgani uchun 64 bitligini bosamiz. Agar 4 GB va sizda 2 GB bo'ladigan bo'lsa, 86 bitli, ya'ni 32 razryadligini bossangiz bo'ladi. Bizda 4 GB yoki 4 dan ortiq operativka bo'lsa, 64 bitligini bosasiz. Enterni bosamiz. Qilmay turing o'g'lim. Hech qanday montajlarsiz, hech qanday anaqalarsiz, kesishlarsiz shunday qo'yamiz videoda. Kerak bo'lsa foydalanaverasizlar. Bu загрузочный fleshkamiz juda ham qulay. Sababi 4 ta Windows bor. Bu yerda XP 7, 10 va undan tashqari kak Windowsda ochiladi. Ochilgandan keyin sizda C diskingizda ma'lumotlarni ko'chirmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana kompyuterda ochgandek ochasiz. Ochganingizdan keyin mana kichkina razmerdagilar, bular o'sha fleshkani o'zini fayllari. Mana unisi bo'lsa 887 GB biz C diskimiz. C diskingizda kerakli ma'lumot bo'lsa, mana 210 GB bu yerda D diskimiz turibdi. C dan D ga bemalol рабочий stolda nima zarur narsalaringiz bo'lsa ko'chirib D diskga, keyin Windowsni davom ettiraverasiz. Juda ham qulay. Bu yerda qanday topaman рабочий stolda desangiz, C diskga kirasiz, пользовательga kirasiz va пользовательdan user yozilgan. Mana пользователь, agar sizda user yoki o'zingiz nima yozdirgan bo'lsangiz, ismingizmi yoki kompyuteringiz nomimi o'sha yerda turadi. Пользователingiz nomi, o'sha yerga kirasizda va bu yerdan tanlayverasiz. Bemalol рабочий stol, загрузкада masalan ko'chirgan narsalaringiz bo'lishi mumkin. Telegramdagi narsalar shunga tushadi. My dokumentga kirib, dokumentda Excel nima saqlagan bo'lsangiz, shu yerdan olsangiz bo'ladi. Olib, D diskga bemalol ko'chirib, C diskingizni tozalab olgandan keyin sistema qilishni davom etaverasiz. Demak, sistemaga o'tamiz. Juda ham qulayliklari ko'p. Buni ulamay turing o'g'lim. Buni qulayliklariga bu yerdan Windows parollarini yechsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan anaqalar, bu qo'shimcha programmalar bor, qo'shimcha ishlarni bajarsangiz ham bo'ladi. Xo'p, demak, mana Win 7 10 setupga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana yerdan tanlash imkoniyati bor. Sizda 7, 8, 10. Bizga kerak bo'ladi 7. 7 ga bosamiz. Bu yerdan tilini tanlaysiz. Bizga russkiy. Naki maksimalniy kooperativniy. Endi bizga maksimalniy kerak bo'ladi. Ulaymi? Yo'q, keyin ulaysiz, aytaman. Bitga o'sha hamma anaqalarga roziman deb bunaqani bosib qo'yasiz. Galishkani bosib qo'yasiz. Undan keyin ikkinchisiga bosasiz. Выбрать только устройство Windows deganiga bosasiz pastdagiga. Bosgandan keyin endi bundan oldingi Windowsimiz UEFI rejimda urib berishgan ekan. Windows 7 dan UEFI da uradigan bo'lsangiz, aktivatsiyalar tushmaydi, driverlar tushmay qolishi mumkin. Bu yerda xatolik bo'lgan. Endi hamma raziylarni o'chirib chiqamiz. UEFI bo'lgani uchun, Legacy'ga o'tkazish uchun hamma raziylarni o'chirish kerak bo'ladi, обязательно. Agar sizda eski Windowsingiz Legacy bo'lib turib, faqatgina C diskda o'zini o'chirib sistema qilmoqchi bo'lsangiz,
mashq holatda bo'ladi. Legacy holatda, shu holatda bo'ladi. Bitta S diskingiz va kichkina sekretniy razdelchasi bo'ladi. Buni o'chirib tashlab, mana S diskni o'zini o'chirib turib, sajdat qilib Windows qilib ketaverasiz oddiy holatda. Endi hozir meni holatimda buni polni o'chirishimga to'g'ri keladi. Sababi legacy UEFI edi, legacy holatiga o'tkazib olishim kerak. Hop, to'liq format qildik. Bizga kerak bo'ladi 65 gigabayt. Tushuntiraymi? Polni format qilgandan keyin mana to'liq format bo'ldi disklarimiz. Sajdatga bosamiz. 30524 turibdi. Uni o'chirib turib, bitta altini yozib bosib qo'ysak 65245 megabayt, ya'ni 65 gigabayt. gigabayt. Undan keyin D diskimizni ham sajdat qilib olamiz. Sajdat qildik va 63 gigabaytli S disk tepasiga bosamiz va daleni bosamiz. Telefonimiz ham oddiyroq telefon, Redmi. Shuning uchun kachestasi o'rtacharoq, rozi bo'lasizlar. Faqat YouTube uchun bu. Hech qanday montajlash shunday qo'yib yuboramiz. Bu joyda o'sha 100% to'ladi. To'lgandan keyin kompyuter bitta perezagruzka beradi. Perezagruzka bergandan keyingi holatini video davom ettiramiz. Sababi buni shu yerda hech qanday proses, hech qanday qilinadigan ish yo'q. Shuning uchun videoda o'rtada uzib, o'sha perezagruzka holatiga kelganda keyin davom ettira olamiz. Xo'p, zagruzka qilib bo'ldi. Perezagruzka beradi hozir avtomatik o'zi notebookimiz. Bag'layapsiz. Hozir buni qilib oling o'g'lim. Tushirib ber. Xo'p, perezagruzka berdi. Flashkadan zagruzka qilib ketdi hozir bizda. 100% bo'lib perezagruzka bergandan keyin flashkani uzib qo'ysiz ham bo'ladi. Hozir biz flashkani ulanalik uchun avtomatik flashkadan zagruzka qilyapmiz. Hozir. Hop, qo'shimcha ma'lumotlar Windowslar haqida. Windowslarda o'sha qaysi avvalambor o'zingizga qaysi qulay bo'lsa o'shani o'rnatasiz. Endi Windows 7 larga keladigan bo'lsak, Windows 7 lar o'sha birinchi pokoleniyadan boshlab 7-chi, 6-chi pokoleniyagacha o'rnatsangiz yaxshi ishlaydi. Undan yuqori pokoleniyadagi notebooklarga o'rnatilmaysiz. Sababi faqat UEFI Windowslar tushadigan qilgan. Unda Windows 7 ni joylash imkoniyati yo'q. Eski notebooklarda foydalanasiz bo'ladi. Masalan, bu notebookimiz o'sha 2-pokoleniya notebook hisoblanadi. Bunga bemalol o'sha Windows zavodskiy holati ham Windows 7 da chiqqan bu notebook. Nima yoryapti? Hali ko'rishim kelyapti. Hali qo'ttagi ham bor. Aslida asetor akalar bitta yiqilib tushdi. Oyog'imdan tushdi. Oyog'im yomon urdi.
nima qilay? Endi Nima qilasan bu yerda o'g'lim? Bo'ldimi? Yong'oqdan chiqaman endi. Bilmasam. Xo'p. Chiqarib qo'yasiz, dadam. Windows yuklash jarayoni. Videomiz cho'zilib ketyapti. To'liq jarayonni ko'rsatish uchun imkonimiz yo'q. O'sha video cho'ziladi endi majbur. Bu yerga email pользователь yozsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ismingizni yozasiz, xohlasangiz notebookingiz modelini. Parol kiritmaymiz. Использовать rekomenduем parametriga bosib qo'ysak, o'sha o'zi rekomendatsiya qilingan parametrlar bo'yicha yonadi, lekin bu yerda обновлениялар yonib qoladi, Windows обновлениялari. O'zi 7 ga обновлениялар to'xtagan, lekin o'sha kereksiz fayllardan yuklab olish mumkin. O'shaning uchun отключить deb bosib qo'yamiz. O'shanda ortiqcha обновлениялар bo'lmaydi bizda. Bu yerdan regionni tanlab olamiz. Ashxobod, Toshkent bor, shuni tanlaymiz. Hop, vaqtlarimiz, soatlarimiz, chislalarimiz to'g'ri. Sog' bo'ling, rahmatulloh. Windowsimiz tayyor. Endi hop, driver va qo'shimcha дополнительный programmalarga qaysidan foydalanasiz? Hozir bularni ham yoqib ko'rsataman. Unga alohida video qilamiz. Tavsiya qilinadigan programmalar bor, o'shalarni ko'rsatib o'taman. Imkonini qilsak, Telegram kanalimizga zip qilib joylaymiz, bo'lmasam silkalarini qoldiramiz. Silkalar orqali yuklaysiz bo'ladi. Windowsimiz tayyor. Windows 7. Albatta hozir pustoy holatda D-diskda ochib format qilib ochib olamiz. D-disk ochilmagan holatda bo'ladi. Format qilganingizda agar D-diskingizda ma'lumot bo'lib, D-diskingiz format qilmagan bo'lsangiz, shunda D-diskingiz ma'lumotlar bilan turgan bo'ladi. Hozir olim. Yana bitta anaqasi рабочий stolga kompyuter chiqarib qo'yish uchun отображать на рабочий stol deb bosasiz. Driverlar tekshirish uchun upravleniyaga kiramiz. Ovoz driverlarimiz o'rnagan. Driverlar hali o'rnamagan. Video driver va Wi-Fi setga boshqa driverlar o'rnamagan. Driverlar o'rnatish jarayonini o'z keyingi videoda ko'rsataman. Driverlar va qo'shimcha programmalar bo'yicha gaplashamiz. Biz Wind'imiz ichiga joylab olganmiz hammasini.
Demak, qo'shimcha programmalar uchun Belovni tavsiya qilamiz. 22si bundan yangi versiyasi ham chiqqan. Kameraga qarabman. Belov tavsiya qilamiz. Juda ham foydali programma. Ichida juda ko'p programmalar bor. Bularni tanishtirib o'taman bular bilan. Buni ISO formatida qilib himoyalab olganmiz. Viruslardan bilasizlar. Ko'p kompyuterlarga Windows o'rnatamiz, har xil kompyuterlarga ulaymiz bu Winchesterda. Virus tushib bu fayllarni ishdan chiqarib qo'ymaslik uchun bu programmalarni ISO format qilib himoyalab qo'yganmiz. Buni Ultra orqali razdel qilib chiqarib olamiz. Shunda bitta chiqadi programmamiz va Belovga bosamiz. Bosganimizda avtomatiski uстановка programma chiqadi. Juda foydali programma. Alohida har bitta qo'shimcha programmalarni alohida uстановка qilib o'tirmaysiz. Bittadan galcha qo'yib tanlaysiz. O'zi avtomatik uстановка qilaveradi. C++ o'rnatib qo'yamiz. Jiyanning kompyuteri informatikadan qanaqadir programmalar, qo'shimcha programmalar berayotgan, kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p. Office dasturiga keladigan bo'lsa, 2013 da o'rnatib beramiz. 2013. Mana 2003 dan boshlab PowerPoint degan uстановка qilamiz. 2003 dan boshlab 2021-yilgacha Office dasturlari bor ekan. Mana shu ekranda ko'rinib turgan hamma programmalarni uстановка qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari bitta o'sha Adobe programmalar, Office'ga oid programmalar, skannerga oid uzun mahaldan chimchi bo'lmagan programmalar, arxivlar bo'yicha programmalarni o'rnatib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi. Total 3 xil versiyasi bor. Xohlaganingizlarni o'rnatasiz. Men odatda oxirgisidan foydalanaman. AIDA 64 bor. Sizlar ko'pchilik foydalangan biladi. Kompyuterning pulni holatini, qizishlarini, akkumulyator holatini tekshirsa bo'ladi. Bitta testiy programmalar Vint tekshirsangiz bo'ladi. Klaviaturani tekshiradigan, operativga tekshiradigan anaqalar. Acronis disklar, Windows HDD ga oid programmalar. Windowsda o'sha Acronis razdellarni to'g'irlaydigan, ichidagi ma'lumotlarni chiqaradigan programmalar va hokazo xullas. Programmalar serob ichida. Hammasi o'sha ishlaydigan litsenziyali programmalar. Xo'p, demak, bizga kerak bo'ladi AMP endi. Musiqa ochish uchun undan keyin podplayerni o'rnatamiz. Ularni podplayerni o'rnatamiz. Videolar uchun demak, undan keyin Telegramni o'rnatib qo'yamiz. Mayli. Ishlab olishi mumkin. Va Chrome qoldi. Chrome'ni o'rnatamiz. Shu programmalarni qaysi biriga kerak bo'lsa o'rnatib ishlatsalar ham bo'ladi. Tashqari tayyorada anaqalar bor, antiviruslar bor, himoyaga oid programmalar. Ular bizga kerak bo'lsa o'rnatmaymiz. Hammasini galcha qilib tanlab olganingizdan keyin VPN'ni bosib olasiz. VPN'ni bosganingizdan keyin o'zi avtomatik birin-ketin joylab uстановка qilaveradi. Shu buni uстановка qilguncha biz anaqani driverni o'rnatib olamiz. CD'dan o'rnatamiz, SunDrivers'dan driverlarni. Bu ham juda qulay, juda sodda programma. O'zi ochib ko'rsatib beradi, qaysi programma, qaysi driverlar o'rnatilmaganini. Qush bor. Hop, maytdan bo'lib hadashi bilan novi versiyani o'chirib qo'yamiz. Chunki bitta o'sha keraksizlarni ham belgilab chiqarib beradi masalan.
Bizda o'rnatilmaganlar Intel HD, Intelga oid bunaqalar, keyin mana Wi-Fi adapterda driveri. Vizitatsiya qilib hammasini belgilaymiz va Toz kushmi? uстановкаga bosib olamiz. Uстановкаga bosib olsak, nega ketmadi? Endi ketdi. Uстановка driver jarayoni ham ketdi. Driverlarni bu yerdan tekshirib olsangiz bo'ladi. Dispetcher устройствоdan kirib driverlar tekshiraverasiz. Urinmagan driverlar o'zi undoq holatiga kelib qoladi. Mana shu driverlar o'rnagandan keyin undoq yo'qoladi. Mana bitta устройствоlarimiz undoqlar yo'qolyapti. Ya'ni driverlar установка bo'lyapti. Parallel ravishda Berovdan ham ketyapti qo'shimcha programmalarimiz. O'rnatilgan programmalar o'zi anaqa bo'lib qoladi. Hozir jarayonda ketyapti C++, o'rnatilgandan keyin mana shu yashil galichka bo'lib qoladi. Mana hozir set driverimiz bilan video driverimiz qoldi. O'sha ikkala driver eng muhimlaridan ham sekin uстановка bo'ladigan driverlardan. Intel HD'nikini uстановка bo'lyapti. Yana foydali ma'lumotlardan Windows qilish jarayonida agar noutbukingiz eski model bo'lsa, akkumulyatorni uzib qo'ygan holatda qilishni tavsiya qilinadi. Sababi akkumulyator ulanib turgan holatda Windows qilinsa, iznasheniyasi ko'tarilib, Windows batareyaga ushlash vaqti kamayishi mumkin. Windows jarayonida iloji bo'lsa, orqasidan chiqariladigan akkumulyator bo'lsa, akkumulyatorni uzib qilganingiz maqsadga muvofiq. Explorer'da o'zi hech kim ishlatmaydigan kerak, o'sha Windows o'zi bilan chiqqani uchun bo'ladi. Aytdik. Birorta odam ishlatganini ko'rmaganman shu Explorer brauzerini. Shu jarayon. Bu programmalarni qatdan olsam bo'ladi desangiz, любой servis, kompyuter servislardan kirib ko'chirish so'rasangiz, ko'chirib ham berishadi. Shaxsan o'zimizdan Farg'onadagi ustaxonalarimizga yoki do'konlarimizga kelsangiz, o'sha HDD diskingiz bilan kelsangiz ko'chirib beramiz. Sababi juda ham katta, razmeri katta programma bu. Yoki ko'chirib internet orqali ham ko'chirsangiz bo'ladi. Hozir ko'rib beraman necha gigabaytligini. 131 gigabayt ekan bu. SunDriver'imiz bo'lsa 40 gigabayt ekan. Buni endi arxivlab joylayolmaymiz. Anaqamizga, kanalimizga Windli olib kelsangiz ko'chirib berishimiz mumkin. Bu programmalar o'rnab bo'lgandan keyin aktivatsiya qilishni ham o'rgatib beraman. Aktivatorlarimiz bor. Aktivatsiya qilamiz. Intel HD'miz ham o'rnadi. Ko'rib turganingizdek, undoqlar yo'qoldi. Set driverimiz ham o'rnadi. Mana Wi-Fi adapter. Endi перезагрузка berganimizdan keyin ishlasa kerak menimcha. Driverlar o'rnagandan keyin o'zi sabzaranga aylanib qoladi. Uстановка завершена deyapti. Uстановка tugadi deyapti. Qizil bosib ketsa bo'ladi. X bosib.
Bu jarayon sekinroq bo'ladi. 20 minut, yarim soat vaqt oladi noutbukni tezligiga qarab. 10 minut 15 minutdan yarim soatgacha. Noutbukimiz eskiroqmi değil, ham tashqari HDD xotira turibdi. Ozgina sekinroq bo'ladi. Uni ham yaqinlashib qolganda davomini ko'rsatamiz. Orada hojati yo'q. Ko'radigan boshqa ish yo'q. Bitta qilinadigan ish faqat kutiladi. Ustanovkaga bosib berib. Shu. Driverlarimiz va qo'shimcha programmalarimiz yakunlandi. Driverlar o'rnatgandan keyin albatta Jamoashni to'g'ri mashg'ul qilmayman. Hop. Driver va qo'shimcha programma o'rnagandan keyin albatta perzaversiya berish kerak bo'ladi. Driverlar joyiga kelib o'rnab ishlab olishi uchun. Bizda Wi-Fi'miz ishlamadi. Sababi ana knopkadan o'chirilgan ekan. Knopkani bosib qo'ydim, yondi. Mana Wi-Fi'ni tarqayapti, telefon Wi-Fi. Demak, Wi-Fi'miz ishlayapti. Qo'shimcha programmalarimiz hammasi tayyor. Ochib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Aktivatsiyani ko'rsatib beraman dedim sizlarga. Hop, Chrome ishlayapti. Aktivatsiya bo'lgan bo'lmaganini tekshirish uchun Windows 7larda aytdan ko'rsiz bo'ladi. 3 kun ichida aktivatsiya qilib oling deyapti, ogohlantiryapti. Endi biz Windowsga kiramiz. Bu yerda har xil aktivatorlar bor. Windows 7 ga mo'ljallangani shu. Aktivatsiyani internetdan ko'chirib olsalar ham bo'ladi yoki o'sha Telegram kanallarimizga tashlaganmiz. Yerdan ko'chirib foydalansalar ham bo'ladi aktivatsiyalardan. Installni bosamiz. Office programmalarimiz ham o'rnagan. Ochib tekshirib bersak bo'ladi. Sağ olun. Aktivatsiya o'rnagandan keyin perzaversiya qo'ling deydi. Office tekshirib olaylik. Ofisda ham ishlayapti. Perzaversiya berib tekshirib bersak bo'ldi, hammasi tayyor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Windows 8 va 10 bo'yicha videolar qilamiz. Kanalimizni kuzatinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zo'q beng. Like bosinglar deng. Like bosinglar. Xayr, salomat bo'linglar.